turlar ahamiyati o'rganilgan vaqtimizda demak bu ma'lumotlar aksariyati adabiyot manbalaridan demak tahlil qilish natijasida va olib borilgan laboratoriya sharoitlarimizdagi tahlillar natijasida ma'lum bo'ldi. Ya'ni bu bo'yicha keltirib o'tadigan bo'lsak, entomofag turlar jami 95 turli qo'ng'izlarning 29 turi ushbu entomofag tur sifatida aniqlandi. Ya'ni bular umumiy turlarning 30,16% tashkil qilgan bo'lsa, fitofag ko'rinishidagi zararkunanda turlar esa 23,1% va demak har xil oziqalar bilan oziqlanishine göre Evrifag darajasidagi turlarimiz esa 44 turni tashkil qildi. Demak, zararkunanda turlar esa 3 ta guruh bo'yicha alohida tavsiflandi. Ya'ni bu yerda iqtisodiy zarari kam bo'lgan turlarimiz 10 ta tur, fakultativ xavfli jihatidan 7 ta tur va o'ta xavfli jihatidan 5 ta turlarimiz aniqlandi. Ushbu turlarni entomofag va fitofag darajasidagi qanotli turlarni oilalardagi tavsifidan to'xtaladigan bo'lsak, asosan entomofag darajasidagi turlarimiz 3 ta oila vakillarida aniqlandi. Jumladan Karabiday oilasidan jami 58 ta tur aniqlangan bo'lsa, shuni 19 tasi demak entomofag darajasidagi turlar va 8 tasi demak fitofag darajasidagi turlar hisoblanadi. Va keyingisi Koksinlidae va Staphylidae oilasiga mansub bo'lgan oila vakillari demak entomofag darajasidagi turlar hisoblanadi. Demak 8 ta oila vakillarimizda fitofaglik darajalar aniqlandi va qolgan turlarimiz, oilalarimiz demak Evrifag darajasidagi turlar hisoblanadi. Ushbu qo'ng'iz oilalar turlarini oziq o'simliklari bilan biogenetik aloqalari o'rganilgan vaqtimizda 6 ta agrossenozlarda alohida tavsiflandi. Jumladan entomofag va fitofag evrifaglik darajalari o'rganilgan vaqtimizda bug'doy agrossenozlarida jami bu yerda ko'radigan bo'lsak 38 ta turdan 12 ta turimiz entomofag hisoblanadigan bo'lsa, 9 ta turimiz demak fitofag va qolgan 17 ta turlar esa evrifag darajasidagi turlar hisoblandi. Va bu slaydimizda demak ko'p turlarimizning Makka cho'pori, g'o'za va boshqa agrossenozlarda ham entomofag, fitofag, evrifag darajasidagi turlar alohida demak ko'rsatib o'tildi. Demak